Manga savol beruvchi odam Raroq Bilolxo'ja savollarni beradilar. Biz iloji boricha oddiyroq tilda matnni tahlil qilib, umumiy tushunishga harakat qilamiz. Tayyor tushuntirish berish emas, balki birga suhbatda tushunishga kelish desa bo'ladi. Birinchi yarim soatda asosan ikkalamiz gaplashamiz. Keyin yarim soatdan keyin savollarni yig'ib tursanglar, savollarga javob berishga yoki umuman suhbat qilishga kirishamiz qolgan qo'shilganlar bilan birga. Menimcha bo'ldi. Endi kirish qilsak bo'ladi. Bilolxo'ja, so'z sizga. Men birinchi unaqa haqida so'ramoqchi edim. Bu matnni tanlashdan maqsad o'zi nima uchun bu matn murakkabligiga qaramasdan aynan tarjima qilindi? Bu beradigan narsalar nima? Rahmat savol uchun. Agar umumiy kirish qiladigan bo'lsak, nimaga aynan o'zi bu matnni qo'shdik bu yilgi ro'yxatga, nimaga aynan bu matn boshqa emas. O'zi Burjona Tafovut degan katta kitob bor. O'sha kitobidan o'zi bir bob olmoqchi bo'lgandik, lekin bu kitob juda qiyin tuyuldi menga. Shu sabab shu kitob haqidagi nutqini oldik, San Diegoda o'qilgan nutqi, lekin nutqi ham ja osholmas ekan. Keyin tarjimada bildim. Shu sabab nimaga o'zi bu kitob desa bo'ladi, o'sha tafovutni menimcha o'sha 20-asrning ikkinchi yarmida eng sotsiologiyada mashhur bo'lgan, katta ta'sirga ega bo'lgan kitoblardan bittasi. Bugungi zamonaviy sotsiologiyani menimcha o'sha Distinction Bourdieuning tafovut kitobi tasavvur qilish bo'lmaydi, chunki u endi u kitobga balki alohida kelamiz, yana bitta matn tarjima qilinyapti kapital turlari haqida, u ham как раз Bourdieu'niki. Lekin hozircha bilish kerak bo'lgan narsa, maqsadimiz o'sha tafovut asosida yotgan nazariy asoslar haqida gapirishni boshlash. O'sha nazariy asoslarni bo'lsa, Bourdieu aynan shu nutqida qisqa tushuntirishga harakat qiladi. Biz tanlab olgan nutq nomi ijtimoiy makon va ramziy hokimiyat. Bizani bu yilgi mavzuyimiz farq bo'lgani uchun tafovut, farq, qanaqa qilib farqlar yaratiladi, qanaqa qilib ular normallashtiriladi, farqlarning tabiati nimada degan savollar atrofida aylangani uchun bu yilgi mavzularimiz shu maqolani olishga qaror qildik. Rostdan ham juda bir murakkab matn. Qayta o'qib umuman ko'p vaqtni olar ekan. Qanaqa bir matnni qaraydigan bo'lsak, buni ma'ruzasi dastlab o'sha uchta blokka bo'linar ekan. Birinchisi metodologiya, o'zini pozitsiyasi, keyin ijtimoiy makon va uning tuzilmalari va oxirida ramziy hokimiyat va dunyoni nomlash. Keyin juda ko'p tushunchalar bor. Menimcha savollar qatorida masalan habitus, keyin katta turlari, menimcha katta turlarga bugun ko'p e'tibor bermasa kerak. Bir savollar berib boraman. Birinchi unaqa men ancha tushunishga harakat qilganim, boshida Bourdieu o'zini konstruktivistik strukturalizmdaman deydi tag'in. O'zini boshqa Schultz va Durkheimdan farqlashga urinadi. Bu yerda uning pozitsiyasi aynan nima? Konstruktiv strukturalizm nima o'zbek tilida u? Rahmat savol uchun. Agar oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, sotsiologiyada u fan o'laroq paydo bo'lgandan beri katta ikkita yo'nalish bor. Biri strukturalizm, ikkinchisi kechroq paydo bo'lgan konstruktivizm. Strukturalizm aytadiki, jamiyatda obyektiv strukturalar bor, tizimlar, biz o'shalarni tahlil qilishimiz kerak. U Durkheimdan kelayotgan an'ana, keyin antropologiyada misol uchun de Saussure'dan kelgan lingvistikada, antropologiyada ismi nima edi? Xullas bitta olim. Strukturalizm odamlarni tuyg'ulari, odamlarning har bitta odamlarning dunyoga qanaqa qarashlarini tahlil qilmaydi. Ular aytadi, umumiy meta darajada jamiyat haqidagi tasavvurlardan mustaqil
ishlaydi. Institutlar haqida ko'p gapiramiz. O'zbekistonda mana institutlar bor. Bu institutlar har bitta odam nima qilishidan qat'iy nazar ishlaydi. Biz shularni tahlil qilishimiz kerak, chunki institutlar odamlarni qanaqa harakatlanishini belgilaydi. Ular odamlarga chegaralar o'rnatadi. Jamiyatda turli institutlar bor. Oila bor, qonun bor, davlat bor, din bor. Shu institutlarni biz o'rganishimiz kerak. Odamlar nima haqida gapirishi, ular haqida nima deb o'ylashi, tasavvurlari ikkinchi darajada. Boshqa yo'nalish etnometodologiya orqali kelgan, keyin konstruktivizmga rivojlangan. Biz odamlarni struktura emas jamiyatda, balki odamlarni u strukturalar haqidagi tasavvurlar bilan qiziqishimiz kerak deydi. O'sha shu rivojlantirgan yo'nalish aytadiki, odamlar dunyoga muayyan ma'no beradi. O'sha Weberdan ilhomlanib rivojlangan yo'nalish. Biz odam dunyoni qanaqa qilib tasavvur qilyapti, qanaqa ma'no berib, bu ijtimoiy voqelikda qanaqa qilib harakat qilyapti, shularni o'rganishimiz kerak deydi. Subyektiv o'sha odamlarni ko'zi orqali dunyoga qarash kerak bo'lgan va aytgan bo'lardim, antropologik nazar. Umumiy qanaqadir abstrakt meta darajada emas, balki odamlarning har kuni yashab kelayotgan aqli ko'zi bilan dunyoga qarash. Mana uchinchi yo'nalish endi Burja kelib aytayaptiki, biza ikkala perspektivadan ham kelib chiqishimiz kerak emas. Ikkalasi ham o'zining pluslari, o'z minuslari bor. Biz ikkala pozitsiyani deydi, ikkala pozitsiyani bir-biri bilan yaqinlashtirmoqchiman deydi. Bitta tarafdan biz obyektiv ijtimoiy strukturalar sharoitida yashaymiz. Biz shunchaki har bitta odam mutlaq erkin emas, biz ijtimoiylashamiz. Biz tug'ilishimizdan oldin mavjud bo'lgan tarixiy institutlar bor. Bizni tasavvurlarimiz chegaralangan. Bizani tafakkurimiz chegaralangan bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan shu bilan birga odamni nima deydi? Qaysidir ma'noda erkinligi bor. Dunyoni qanaqa ko'rishi, qanaqa fahmlashi, uni o'zgartira olishga qobiliyati bor. Aktorlik deydi u. O'sha o'zi uzoq debat bor. Agency versus structure degan debat akademiyada bir tarafdan strukturalar, ikkinchi tarafdan odamlar o'sha strukturaning ichida. Xullas, buni pozitsiyasi, Burjoni pozitsiyasi shundan tashkil topganki, mana shu ikkita o'lchovi birga olib ketish. Bir tarafdan odamlarni tushunchalari bilan ishlash. Ular qanaqa dunyoni tasavvur qiladi? Subyektiv tarafdan, ikkinchi tarafdan o'sha mavjud obyektiv sharoitlarni, institutlarni tahlil qilish. O'sha mavjud sharoitda odam qanaqa qilib dunyoni ko'radi va qanaqa qilib unda har kungi hayotini kechiradi, qanaqa tasavvurlarga ega. Agar umumiy tushuntira olgan bo'lsam, shunaqa. Shunda bordiyu aytmoqchiki, unaqa struktura ichida odamlar shunaqa obyektiv tushunchalar bor. Biz ta'sir o'tkazishga to'g'ri, u obyektiv narsalar bizga ta'sir o'tkazadi, lekin shu bilan birga o'z odamlarda agentlik mavjud, uni o'zgartira oladi. Ya'ni hech narsa muqaddas tarzda yoki o'zgarmas holatda mutlaq mavjud emas demoqchida shunda bordi. Menimcha bu juda muhim vaziyat, chunki uni juda tanqid qilishadi. Burjoni ham sana nazariyan juda deterministik, san odamlarni o'sha agency agentligi uchun, erkin irodasi uchun deyarli joy qoldirmagansan deydi. Bir xil boshqa fikrda, lekin muhim bo'lgan nuqta rostdan ham shundan iboratki, bu bir tarafdan odamlarni ijtimoiy kelib chiqishini belgilashni tan olish. Har bittamiz mutlaq erkin irodaga ega emasmiz. Mana shu bizda O'zbekistonda oxirgi yillar paydo bo'ldi-yu, mana bu nima deydi, coachlarmi? Agar o'zingni o'zgartirsang, hamma yoq yaxshi bo'lib ketadi, xohlagan narsaga erishishing mumkin deydi. Odamlarni dunyo haqida tasavvurini o'zgartirish orqali go'yo uni o'zgartirsa bo'ladigandek. Bu bitta kraynost, o'sha bir chegara. Boshqa chegara, odam mutlaq o'sha strukturalarning qurboni. Sen qishtima qila olmaysan, agar qishloqda tug'ilgan bo'lsang, agar qishlog'ingga svet kelmagan bo'lsa, internet bo'lmasa, sen strukturaviy darajada shartli toshkentlik o'rta qatlamli aholi bilan solishtirganda umuman sharoitlaring yo'q. Bu degani endi sen o'sha sharoitda butun umr qolib ketishing kerakmi, qishloqda qo'y boqib, yoki sen imkoniyatlaring bormi o'sha ijtimoiy mobillikka degan
savol atrofidagi muhokamada bu shuni darajasini belgilashga harakat qiladi burjo. O'sha bir tarafdan tan oliylik, odamlar chegaralangan, har bitta odam qayerda tug'ilgani, qaysi zamonda, davrda tug'ilgani, chegaralangani tan oliylik. Shu bilan birga, lekin o'sha qiyin bo'lsa ham o'sha sharoitdan qay darajada chiqib keta oladi yoki keta olmasligini ham tahlil qilaylik deydi. Shunaqa. Tushunarli. Bu yerda bir field of power, field maydon sifatida tushuncha bergan. Biz maydon deganda nimalar tushunishimiz kerak? O'sha ijtimoiy maydon, siyosiy maydon, yana boshqa maydonlar deganda nimalar tushuniladi? Bitta muhim narsa tushunish kerak bo'lgan maydon haqida gapirganimizda, u ijtimoiy voqelikni maydonlar birligi o'laroq tushunmaydi. Boshqa oldingi sotsiologlardan nisbatan farqli ravishda Burjo aytadiki, biz substantiv yondashuvdan uzoqlashishimiz kerak deydi. Bu nima degani? Har misol millat bor yoki bir elita bor. Bu o'rta qatlam. Bu hammasi qanaqadir tushunchalar, biz o'zimiz o'ylab topgan tushunchalar. Millat nimadan tashkil topgan degan substantivistik, bu degani o'sha mohiyati nimadan tashkil topgan degan savol qo'yish noto'g'ri savol deydi. Biz relatsion savollar qo'yishimiz kerak deydi. Nisbiy. Misol uchun o'sha elitani oddiy elita bo'lmagan odamlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Agar hamma elita bo'lganda, elita degan tushunchaga ehtiyoj qolmasdi. Yoki o'sha o'rta sinfi ishchi sinfga nisbatan nisbiy tushunish yoki kimdir did haqida ko'p gapirilganda, kimdir qanaqadir shampanskiy ichadi, o'shani muayyan qatlamga tegishlilik markero'roq qabul qiladi. Agar o'sha shu nisbiylik bo'lmaganda, tegishlilik boshqa qatlamligi, bu substantivistik gaplar, tushunchalar umuman mohiyatini yo'qotgan bo'lardi. Aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iboratki, misol millat degan tushuncha o'z-o'zidan mohiyatan mavjud bo'lmagan narsa. Agar boshqa millatlar bo'lmaganida millat tushunchasiga ehtiyoj qolmas. Shuning uchun Burjo aytadiki, biz o'sha ijtimoiy makonlar haqida gapirganimizda biz shundan kelib chiqishimiz kerakki, turli makonlar mavjud, ularni anglashi boshqa makonlarga nisbatan qanaqa joylashishda kelib chiqib anglashimiz kerak. U qanaqa joylashgani esa ijtimoiy kapitaldan kelib chiqadi. Ijtimoiy emas, umuman kapital turidan kelib chiqadi. Bunga hali yana kechroq kelamiz. Xullas, hozir tushunish kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, ijtimoiy voqelik turli maydonlardan tashkil topgan o'sha field. U maydonlarni qanaqa tushunamiz biz? Boshqa maydonlarga nisbatan tushunamiz. Maydonlarni tushunish yo'li bo'lsa, bu kapital turi orqali tushuniladi. Yana balki kechroq kelarmiz. U kapitalni faqat moddiy birlik emas, balki shu bilan birga madaniy kapital haqida gapiradi, ijtimoiy kapital haqida gapiradi, ramziy kapital va dalil. O'sha kim qanaqa kapitalga egalik qilishdan kelib chiqib, u odamlar bir-biriga yaqin yo uzoqligi, o'sha ijtimoiy munosabatlar jipisligi yoki nisbatan uzoqlashganligidan kelib chiqib, xullas turli maydonlar orqali jamiyatni ko'rish mumkin deydi. Misol, u yaxshi metafora keltiradi. Misol, osmonga qarasangiz, yulduzlar bor. Agar siz hech qanaqa bilimga ega bo'lmasangiz, siz uchun shunchaki nuqtalar osmonda. Biz agar sal o'qigan bo'lsak, astronomiya yoki boshqa fanlar haqida tushunchaga ega bo'lgan bo'lsak, biz muayyan yulduzlarni birlashtirib, nima deydi o'zbek tilida? Har xil znaki zodiakami nima deydi? Xullas, yulduzlarni bir-biriga birlashtirib, osmonni bir yulduzlar birligi o'laroq ko'rishimiz mumkin deydi. Shu ma'noda jamiyat ham shunchaki o'sha osmon kechqurungi osmonga o'xshab shunchaki yulduzlar emas, balki tizimlashgan maydonlar birligi va u bir-biriga nisbatan relatsion nisbiy munosabatda bo'lgan maydonlar birligi o'laroq tushunishni taklif qiladi. Bilmadim, tushuntira oldimmi yo'qmi? Balki siz tushunarli bo'lmasa, yanada osonlashtirish kerakdir. Siz chetdan aytganingiz yaxshiroq. Men tushunganim bo'yicha, masalan, o'sha kapital keyinroq gaplashamiz. Kapital turlari, ramziy kapital, kimdir ijtimoiy kapital ko'proq,
ya'ni ko'pi asosan moddiy kapitallar kelib chiqadi. Keyinchalik shu kapitalga egalik darajasiga qarab uni qaysidir maydonlarga joylashtirar ekanmiz. Ya'ni masalan bir misol keltirganda haligi men professor talaba bilan o'ta yaqin bo'lsa, u professor bo'lishiga qaramasdan talaba bilan bu yaqin ekan yoki kimdir boy bo'lishiga qaramasdan kibri yo'q ekan degan gapni aytamiz, lekin shu gapni ayta turib o'zimiz allaqachon uni qaysidir maydonga, kategoriyaga qo'yayotgan bo'lar ekanmiz. Shunaqa Keyin shu maydondagi odamlarni o'zaro munosabati bu maydonlarni shakllantirib, bir-biriga qarama-qarshi, baribir har doim haligi oq va qora qanaqadir tarzda bir-biriga qarama-qarshi tarzda bu maydon ham mavjud bo'lib turarkan deb tushunganman. Osonroq bo'lish uchun misol keltirishimiz mumkin. Mana misol uchun viloyatliklar deymiz. O'sha odamlarda tasavvur bor, makon nuqtai nazaridan viloyatda yashaydiganlar odamlar bor, poytaxtda yashaydiganlar bor. Agar hamma viloyat bo'lganida, poytaxt bo'lmaganida bu tushunchaga misol ehtiyoj qolmasdi, boya aytganimdek, lekin boshqa tarafdan viloyatliklar agar o'zi haqida viloyatliklar qo'raroq tasavvurga ega bo'lsa, demak ularda o'sha bir makon haqida umumiy tasavvur bor. Yoki toshkentliklar, biz poytaxtlikmiz deydi, toshkentlikmiz deydi. Makon darajasida ularda umumiylik bor. Bu bir makonning bir sifati. Boshqa darajada kapital darajasida ko'rish mumkin. Misol uchun blogerlar deymiz, mana maydon bor, blogerlar maydoni, ijtimoiy maydon. Nimaga u maydon? Chunki u odamlar muayyan ish bilan shug'ullanadi. Muayyan maydonni o'zaro bo'lishadi. Muayyan bir-biriga yaqin faoliyat bilan shug'ullanadi. Shu nuqtai nazardan agar maydon haqida gapirganimizda qanaqadir bir-biriga yaqin, o'xshash ijtimoiy birliklarni tushunishimiz kerak. Shu bilan birga odamlar bir xil maydonda bo'lishi mumkin, lekin ularda turli kapitalga egalik qilish mumkin. Misol uchun, boya siz aytgandek, bitta professor boshqa professor bilan bitta institutda ishlaydi, lekin u kapital darajasi, misol madaniy kapitali ko'proq bo'lishi mumkin. U hurmatga ega bo'ladi. O'zi professorlarning ichida darajaliklari bor. Kimdir ko'proq maqolalar chop etgan, ko'proq kitoblar yozilgan, hurmatga ega. Uni madaniy kapitali, o'zi kapitallarga keyin yana alohida ta'rif beramiz. O'zi madaniy kapital deganda kim ko'proq bilimga ega, kim ko'proq didga ega, kim ko'proq o'sha madaniy потребление, o'zbek tilida nima bo'ladi потребление? Iste'mol. Xullas, kim ko'proq moddiy emas, balki madaniy iste'molga ega bo'lsa, o'sha odamlarni biz hurmat qilamiz. Xullas, bitta professuraning ichida, bitta maydonning ichida turli kapital turlariga egalik qilish darajasi bo'yicha farqlash mumkin. O'sha blogerlarni ham, o'sha professurani ham, viloyatliklarni ham shunchaki hududda bir-biriga yaqinlik emas, balki qanaqa kapitalga ega, shundan kelib chiqib, o'sha maydonning ichida qayerda turishini belgilash mumkin. Misol, bitta professor nisbatan moddiy boylikka ega bo'lishi mumkin, lekin madaniy kapitalga ega bo'lmasligi mumkin. Shu moddiy boyligidan kelib chiqib, boshqa professorlar unga nisbatan yaxshi munosabat yoki yomonroq munosabatga o'rnatish harakat qilish mumkin. Yoki boshqa bir professor yaxshi ijtimoiy kapitalga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy kapital deganda tanish-bilishchilik, oddiy so'z bilan aytganda, agar yaxshi aloqalar bo'lsa bitta professor, lekin uni akademik background yaxshi bo'lmasa ham, rekordi, u odamlar o'sha yaxshi kerakli odamlarga aloqasi bo'lgani uchun ham uni ijtimoiy statusi, ijtimoiy darajasi o'sha alohida bir institut ichida baland yoki past bo'lishi mumkin. Xullas, har bitta odam o'sha biron maydonda turli darajada, turli kapitallar egasiga aylanishi mumkin. Ijtimoiy kapital, madaniy kapital, keyin yana ramziy kapital и так далее. Xullas, ijtimoiy voqelik shundan tashkil topganki, turli maydonlar bor, ularning maydonlarni tashkil etuvchi narsa bu kapitalga egalik qilish. Kapital bo'lsa turli ko'rinishda bo'lishi mumkin.
hozir balki yana alohida kelarmiz u nima degani qarab ko'ramiz. Unga ko'proq gaplashish kerak. Bourdieu'da habitus tushunchasi ishlatiladida. Odatlar ko'rinishida, ya'ni o'zbek tiliga endi odatlar bo'ladi. Keyin bu habituslar qandaydir o'sha oldin biroz avval gaplashganimizdek structure va agency o'rtasidagi muammo bordek ko'rinadi. Ya'ni o'zi habitus bunaqa tuzilmalar yaratadi. Shu bilan birga tuzilmaga habitus ham ta'sir qiladi degandek tushundim men. Bu o'zi habitus nima, u tuzilma doirasida qanaqa harakatlanadi, odamlarga qanday o'zlashtiradi, u keyin qanday o'rgatadi boshqalarga. Habitus bu jihatlari nima? Habitus juda muhim, qaysidir ma'noda kalit tushuncha Bourdieu uchun. Habitus nima? Habitus bu o'sha obyektiv voqelikni odamlar o'z ichiga internalizatsiya qilgan holati. Misol uchun odam qishloq sharoitida yashab o'tsa, u muayyan didga ega bo'ladi, muayyan kiyinadi, muayyan kinolarni ko'radi, muayyan musiqani eshitadi, muayyan xulq-atvorga ega bo'ladi. Bu hammasi o'sha u qanaqa sharoitda yashab o'tgan bo'lsa, o'sha sharoitga mos o'zini tutish qonun-qoidalariga ega bo'ladi. Misol uchun agar u Toshkentga poytaxtga kelsa, bir qimmat restoranga kirsa, o'zini tutishni bilmaydi, chunki u boshqa bir habitusga ega. O'sha aytaylik o'rta qatlam emas, bir boy poytaxtli restoranda o'zini qanaqa tutish kerakligini biladi, u yoki bir qanaqadir konsertlarga borsa, qanaqa borish kerak, qattiq chalishga hammasini biladi, lekin qishloqlik buni bilmaydi. Ularning ikkitasini orasidagi farq именно aynan habitusda. Bu habitus shunchaki kallasida paydo bo'lib qolgan narsa emas, balki aynan ijtimoiy voqelikdan kelib chiqqan odamni voqelikni, tashqi dunyoni idrok etish ko'rinishi. O'sha har bitta odam boya aytganimizdek, bir tarafdan obyektiv strukturalar bor, ikkinchi tarafdan odamni agentligi bor. Habitus bu shunaqa tushunchaki, o'sha ikkita maydonni bir-biri bilan bog'laydi. O'sha odam o'zini tanasida, o'zini kelib chiqqan sharoitini, o'zini xulq-atvorini ifodasiga aylanadi. Misol uchun, boya menimcha aytganimdek, qishloqi, poytaxtli yoki bir chet elda o'qigan odam umuman boshqa sharoitda o'sgani uchun boshqa habitusga ega bo'ladi, chem shartli o'zbekistonlik. Ikkalasi ham o'zbekistonlik bo'lishi mumkin, etnik, lekin turli habitusga ega, chunki u turli makonlarda, turli ijtimoiy munosabatlarda, turli madaniy sharoitda yashab o'tgan. Shu habitusdan kelib chiqib, o'zi habitus boya aytganimdek, ichkarilashgan, internalizatsiya qilingan ijtimoiy voqelik. O'sha siz qanaqa sharoitda o'sgan bo'lsangiz, o'sha sharoitga monan o'ylab topilgan idrok etish va o'zini tutish qonun-qoidalari habitus. Menimcha savolingiz boshqacharoq edi, lekin men ko'proq ta'rif berish bilan shug'ullandim. Yo'q, men savolga javob berdingiz. Bu habitus orqali ma'lum bir odatlar, habitusga ega odamlar keyin ma'lum bir guruhlarga to'planib boradimi? Ya'ni deylik, baribir kategoriyalashtirganimizda ishchilar sinfi yoki ma'lum bir viloyatdan kelgan ishchilar sinfi ma'lum bir habituslarga ega bo'ladi, boshqa narsa. Keyin biz uni kategoriyalashtiramiz, nomlaymiz. Ishchi sinf, boshqa sinf. Keyin bu yerda anaqa Marksga savol qo'ygan, uni nazariya xatosi deb aytadi. Siz qanaqa qaraysiz bu masalaga? Avval qog'ozda yaratiladi, agar biz millatga qaraydigan bo'lsak, millatlar nazariyalarda yaratildi, keyinchalik millatlar paydo bo'ldi degan tushuncha bor. Bu narsani millatlardan tashqari yana qanday masalalarga kengaytirsa bo'ladi? Rahmat, bu juda qiziq bir savol. Men bu Diyorbekga aytmoqchi edim. Hozir bir yarim soat ikkalamiz suhbat qurishtiramiz Bilolxo'ja bilan, keyin qolganlarga so'z beramiz. Shuning uchun hozircha qo'l ko'tarmasangiz bo'ladi. Yana bir 5, 6, 7 minutdan keyin menimcha so'z ochamiz qolganlar uchun. Hozir ko'targan masalangiz juda qiziq masala, chunki aytadiki, Bourdieu Marks proletariat haqida gapirganda uni obyektiv
obyektiv уже bor tayyor narsa deb tasavvur qilyapti deydi. Lekin qog'ozdagi proletariat o'sha Marks tasavvur qilgan, tahlil qilgan ishchi sinfi va voqelikda mavjud ishchi sinfi orasida katta farq bor deydi. O'sha nazariya effekti deydi. Nazariya effektga ega bo'lish uchun o'sha ommalarni ongiga o'ziga olish uchun o'sha u hali siyosiy kuchga ega bo'lmagan. Aytmoqchi bo'lgan narsa shundan iboratki, bir odamlar muayyan bir-biriga yaqin sharoitda katta bo'lgan degani hali ular bir ijtimoiy birlik o'laroq bir-birini tanidi degani emas. Odamlar o'sha siz aytgandek rostdan ham ishchi sinf deyishimiz mumkin. Biz muayyan obyektiv ko'rsatkichlarga asoslanib O'zbekistonda shartli 40% aholi ishchi kishi deyish mumkin, lekin ular o'zini ishchi sinf o'laroq tanimagan. Ularni hech kim tanitmagan, ular ijtimoiy shunchaki alohida, lekin bir-biriga o'xshash habitusga ega. Shunga o'xshab shaharli, misol poytaxtli odamlar ham ijtimoiy birlikni tashkil etmaydi. Chunki ular shunchaki qog'ozda umumiy xususiyatlarga ega, lekin bir-biri bilan siyosiy, ijtimoiy makonni tashkil qilmagan. O'sha oxirgi maqolaning 3-bobida adashmasam muhim tarafiga o'tadiki, qachonki odam o'sha qog'ozdan amaliyotga o'tadi, qachonki kimdir chiqib biz xalqmiz, biz millatimiz, biz bitta sinfmiz deb odamlarni ishontira olsa, o'sha uni nazariyasi odamlar tiliga, ularni har kungi opitiga yaqin bo'lsa, o'sha nazariyani tili ularni voqeligi bilan yaqin bo'lsa, ularni har kungi qiyinchiliklari haqida gapirsa yoki qiyinchilik emas, didlari bo'lishi mumkin, o'xshashli taraflari. O'sha biz hammamiz bir-birimizga o'xshashmiz. Shu nuqtai nazardan ham biz bitta birlik bo'lishimiz kerak ijtimoiy degan gap soddalashtirgan bo'lsak, shuni ishontira olsa aholi o'zini bir-birini keyin mobilizatsiya qilib bir sinf o'laroq tanish mumkin, bir millat o'laroq tanish mumkin. Aynan mana shu hokimiyat jamiyatda turli kategoriyalarga bo'lib, ularni bir o'zini muayyan subyekt o'laroq tan olishini singdirish hokimiyati ramziy hokimiyat hisoblanadi. O'sha davlat eng ramziy hokimiyatni eng kuchli ko'rinishiga ega deydi. Chunki bizda qonun bor, bizda bayroq bor, bizda tariximiz bor, bizda madaniyatimiz bor. Shu turli institutlar orqali maktab, va davlat singdiradi aholiga, что biz hammamiz bittamiz. O'sha 100 yil oldin paydo bo'lgan bo'lsak, bizda o'xshashlik juda kam bo'lgan bo'lsa ham, hozir biz oramizda hammamiz o'zbekmiz, chunki bizni birlashtiruvchi narsalar bor. Biz tilimiz bor, tariximiz bor, itaqdal. Shu nuqtai nazardan konstruktivizm haqki, bir tarafdan obyektiv voqelik bor, bir-biriga yaqin joylashgan odamlar bor, bitta makonda tug'ilgan, lekin boshqa tarafdan ularni millat qilish uchun konstruktivist kuch kerak. O'sha ramziy hokimiyatga ega odamlar kerak. O'sha ilmli odamlar, til orqali ishlaydigan odamlarga singdira olish kerak, ular bitta millatligini. Shu ish orqali odamlar o'zini bitta millat, bitta sinf yoki nima deydi, boshqa ijtimoiy birlik o'laroq tasavvur qilish mumkin. O'zlarida odamlarda shu kuch yo'q. U aytadiki, har doim anaqa reprezentativ bo'lish kerak. Kimdir kelib, o'sha Ludovik XIV o'xshab, men davlatman deganga o'xshab, shu gapni aytish kerak xalqqa. Xalq o'zini o'zi biz sinfmiz deya olmaydi. O'sha ayta oladigan, ularga yangi til singdira oladigan kuch kerak. O'sha kuchchi intellektuallar misol bo'lishi mumkin. Yoki davlat. Keyinchalik bunga ya'ni nomlovchi davlatmi yoki nomlovchi odamlar ularga hokimiyatni berib qo'yayotganda, ya'ni vakil sifatida u guruh shakllantirib, keyinchalik hokimiyatga o'tadi. Nomlagan. O'sha kim nomlash bilan shug'ullansa, ommaga chiqib, kim omma nomidan muayyan qatlam nomidan gapirsa, biz dindormiz desa, kimdirlar yoki biz liberallarmiz desa, biz o'zbekistonliklarmiz desa, o'sha gapirayotgan odam, kategoriyalarga bo'layotgan odamlar hokimiyatga ega bo'ladi, ramziy hokimiyatga o'yin qoidalarini belgilaydi u yoki bu ma'noda. Tushunyapsizmi? O'sha mavjud odamlar, ommalar o'zini o'zi muayyan kategoriya o'laroq tanimaydi. O'sha kimdir chiqib ommaviy ularni tanitish kerak, o'sha kategoriyaga bo'lish kerak.
kategoriya bo'lganda shunchaki san qishloqsan, san toshkentliksan degani yetarli emasda. Ularni birlashtirish uchun ularni har kungi sharoitidan kelib chiqib, o'sha gabitusiga quloq solib, sen faqat ishchi kuch emassan, san shu bilan birga shu va shu degan ko'p narsalar haqida aytish kerak, tushunasizmi? Millatga shunchalik san millatsan, chunki bitta hududda yashaysan degani yetarli emas. O'zing ham buyuk ota-bobolaring bor. San bitta tilda gapilasan. Sanni yana bir narsa emas, ko'p ramziy jihatdan odamlarni birlashtiradigan instrumentlar bor. Maktabda umumiy tarix aytiladi. O'shalarni katta bir instrumentlar bazasi bor. O'shalardan foydalanish orqali odamlar kategoriyalarga bo'lib, ularga yangi o'zliklar singdiriladi. Tushunarli. Agar vaqtga amal qiladigan bo'lsa, men o'zi ko'p savollarimga kengaytirganda javob berib ketdingizda, men kapital turlari haqida oxirida gaplashib o'taylik. Bordiyu Marks kapitalini moddiy kapitalidan bitta olib uni kengaytiradi. Ya'ni o'sha ramziy kapital, ijtimoiy, madaniy kapital, to'rttagi umuman bular nima, bular ma'nolari nima? Ya'ni ularni biz nimalarda ko'ramiz oddiy hayotda, hierarxiyalarda qanday ko'ramiz bu kapital turlarini? Menga masalan o'zim o'qiganimda anaqa har doim bitta misol esimga keladiki, og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin deydi-yu. Chunki boyni bolasi ko'plab kapital turlarini o'zida jamlik tag'in uni gaplari qandaydir to'g'ri ma'noda qabul qilinadi. Bu kapital turlariga izoh bera olasizmi? Ha, menimcha innovativ tarafi ham shundaki Burjoni, u shunchaki o'sha Marksga o'xshab bitta kapital bor, u kapital moddiy kapital demaydi, balki turli boshqa kapital turlari ham bor. U o'sha moddiy iqtisodiy kapitaldan tashqari odamlarda misol uchun madaniy kapital bor. Madaniy degani o'sha bilim, ta'lim, o'sha muayyan ekspertiza, kimni hurmat qilamiz, misol o'sha blogerlar ham muayyan mavzuda yaxshi bilimga ega bo'lgani uchun ular madaniy kapitalga ega. Yoki bu o'sha olimlar bo'lishi mumkin, ekspertlar bo'lishi mumkin. Ularni kapitali pulida emas, chunki ularda balki ular boy emas, aksariyati boy emas. Lekin ular muayyan bilimga ega bo'lgani uchun biz ularga quloq solamiz, shu hokimiyatdan ular foydalanadi. Ularga quloq soladi odamlar, chunki ular bilimli shartli. Boshqa kapital turi bu ijtimoiy kapital. Bu degani siz yaxshi tanish-bilishlarga egasiz. Sizda turli doiralarga, to'g'ri odamlarga, xullas buni menimcha O'zbekistonda sharoitda tushuntirish ham kerak emas. Ijtimoiy kapital bu yaxshi tanish-bilishni orttirish kapitali. Kimda yaxshi tanish-bilish bo'lsa, o'shalarda yaxshiroq joylarga, yaxshiroq sharoitlarga, moddiy sharoitlarga ega bo'lish imkoniyati bor. Yaxshi odamlar bilan aloqa o'rnata olish. Boshqa kapital turi bu ramziy kapital turi. Bu haqida ozgina gapirdik. Ramziy kapital turi farq qiladi, chunki u boshqa hokimiyat turlariga legitimlik beradi. Qaysi ma'nodaki, o'sha odamlar shunchaki boy bo'lgani uchun birovni tan olmashligi mumkin o'ziniki o'laroq. O'sha guruh ichida, muayyan maydon ichida odamlar bir-birini tan olish mexanizmlari, o'sha kim balandroq, kim pastroq, kim hurmatga ega, kim hurmatga ega emaslari hammasi ramziy kapitalga ega odamlar orqali belgilanadi. Ramziy kapital bo'lsa, dunyoni kategoriyalarga, farqlarga bo'lish hokimiyati. O'sha qanaqa dunyoni ko'rsak biz, o'sha millat o'laroq o'zimiz tanisak, boya aytganimdek, bizga bu kategoriyalar o'rta sinf bo'ladimi u yoki sinf emas, milliy kategoriya bo'ladimi, diniy kategoriya, o'shalarni bizga osmondan tushmagan u. Tabiatda misol uchun o'rta sinf mavjud emas. Hech kim u shu tushunchani bizga singdirishgan. Kim sindirgan? Shu ramziy kapitalga ega odamlar. Ular o'sha ramziy kapitalga ega odamlar dunyoni, biz tanigan dunyoni, ijtimoiy dunyoni farqlarga bo'lish hokimiyatiga ega. Yana nimadir qolib ketdimi? Shu, menimcha shu asosiy kapital turlari. Menimcha agar
boshqalar bilan suhbatga o'tadigan bo'lsak, men umumiy o'zimni xulosamni sodda o'zim ichimga xulosamni aytmoqchi edim. O'sha jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklar, nima uchun bu tengsizlik oldin ham bo'lgan, hozir ham bor va katta ehtimollik bilan kelajakda yana mavjud bo'lishi, shu kapital turlari, masalan, boyni bolasi baribir boy bo'lishda davom etadi. Agar unga o'sha kapitalning boshqa turlari, moddiy kapitaldan tashqari bo'lgan, iqtisodiy kapitaldan tashqari bo'lgan narsalar ham yaxshi berilgan bo'lsa va ularda baribir moddiy kapital evaziga boshqa kapitallarga erishish osonroq bo'ladi. Unaqadan ko'ra moddiy kapital kamroq bo'lgan oilalardan, odamlardan ko'ra. Va umuman keyinchalik bu biz odamlarni kategoriyalashtirishimiz va bizga tepadan top down tarzda tushirilayotgan nomlash, qaysidir sinflarga bo'lish, boshqa narsalar menga shu ijtimoiy tengsizliklarni yanada davom etishiga va biz ham buni aynan o'zimiz avval bilmasak ham, lekin kimdir bizga shuni aytayotgani uchun biz o'zimiz ham o'zimizni qaysidir guruhlarga moslab nima demoqchiman, anaqa ya'ni tengsizlikda o'zimiz ham davom ettiraverar ekanmiz. Ya'ni juda katta bizga bosim o'tkazishmasa ham tarzda tushungandim. Siz qanday xulosa berasiz bu mavzuga? Ha, to'g'ri aytdingiz. Menimcha ham shunaqa. Juda muhim kapital turi bu moddiy, chunki moddiydan keyin odamlar ham madaniy, ham ijtimoiy kapital turlariga egalik qilishi mumkin. Kimda moddiyat bo'lsa, baribir o'sha odamda ko'proq tanish bilishlar bo'ladi, o'sha odamda keyinchalik yaxshiroq ta'lim olish imkoniyati bo'ladi, balki o'zini avlodida emas, balki keyingi avlodida. Ularda o'sha odamlarga ramziy kapital egalariga ta'sir o'tkazish hokimiyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, o'sha AQShdagi katta milliarderlar bir tarafdan shunchaki moddiy kapitalga ega, boshqa tarafdan ular ijtimoiy tarmoqlarga ta'sir o'tkazadi, ular hokimiyatga ta'sir o'tkazadi. Ular ovozlarni sotib oladi, shu orqali o'zini statusini tabiiy qilib ko'rsatish harakat qiladi. Nimaga bu odam shunaqaga tepalikka erishdi? Chunki u shunaqa zo'r ishladi, chunki u shunaqa samarador. Buni kim aytadi? Ularni o'zi aytmaydi. Ularga ishlaydigan yoki ularni mayliga o'ynaydigan akademiya bo'lishi mumkin, jurnalistlar bo'lishi mumkin. Keyin yana muhim narsa shundan iboratki, har bitta maydon ichidagi odamlar bir-biri bilan kurashadi. O'sha blogerlar orasida kurash bor, o'sha boya aytganimizdek, professura ichida kurash bor. Nima uchun kurash bor? Tan olish uchun kurash bor. Har bitta odam shunchaki bir resursga ega bo'lish uchun emas, balki o'sha iyerarxiyada balandroq pozitsiyaga ega bo'lish uchun kurashga otlanadi. Shu nuqtai nazardan har bitta ommaviy maydonidagi yoki bu kapitalga ega odam tepaga chiqqan sari o'zini pozitsiyasini tabiiy qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Shu sabab ham biz shu haqida gapiryapmizki, har bitta kategoriyaga bo'lingan odamlar o'zini muayyan habitusiga ega olgan odam u sharoitda obyektiv paydo bo'lib qolmagan, u yerda obyektiv har doim turishi kerak degan qonun qoida yo'q. Kim moddiy kapitalga ega bo'lsa, kim boya aytganimizdek ramziy kapitalga ta'sir o'tkaza oladi, o'sha odamlar orqali bu odamlarni normallashtiradi holatini. O'sha kimdirlar aytadiki, san muayyan sharoitda yashayotganing uchun san boshqa odam bo'la olmaysan yoki sani intilishlaring chegarasi bor, itakdali. Shundan iboratki, bizani ijtimoiy kelib chiqishimiz, turgan joyimiz, qanaqa kapitalga ega bo'lishimiz mutlaq determinatsiya qilinmagan. Biz rostdan ham chegaralanganmiz. Lekin shu bilan birga bizga ijtimoiy kapital orqali yuklantiriladigan tasavvur va tushunchalar tepadan keladi. Har doim o'sha davlat haqida tushuncha bo'ladimi yoki sinf haqidami? O'shalarni har doim savolga ostiga ola olishimiz kerak. O'sha o'zimizni moddiy sharoitimizni har doim ham bemalol o'zgartiramiz. Biz cheklanganmiz, lekin shu bilan biz qarshilik ko'rsatishga harakat qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'sha tushuncha
savol ostiga olish. Chunki bizani holatimizni tabiiy qilib ko'rsatishga, o'zgarmaydigan qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Men shu yerda to'xtab, boshqalarni suhbatga tortishimiz kerak, cho'zilib ketmaslik uchun. Kimda savol bo'lsa yoki o'zini tushunganlari bilan ulashmoqchi bo'lsa, bemalol qo'l ko'tarishinglar mumkin. Men ovoz Diyorbek, men ochdim ovoz. Diyorbek, gaplashishingiz mumkin. Ovozingiz eshitilmayapti. Diyorbek, Allo, ovozim yaxshimi? ha, endi eshitilyapti, endi gapir. Avvalambor kattakon rahmat suhbat uchun. Juda ham manfaatli bo'lyapti. Qarangsizlar, kapital degan bilan resurs bitta narsami? Ya'ni siyosatda, ya'ni hokimiyatda resurs degan narsa bor va kapital bilan resurs ikkalasi bitta narsami? Yo'q, kapital bilan resurs bitta narsa emas. Resurs bir narsaga egalik qilish o'laroq tushunsa bo'ladi, menimcha. To'g'rimi? Yoki siz resursga qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz? Resurs bu qo'lingizda, misol, ya'ni informatsiya ham bu resurs bo'ladi, miyangizdagi bilim ham resurs bo'ladi, pulingiz ham bu resurs bo'ladi. Kapitalga Ya'ni qanaqa? Kapital bu pul deb tushunardim shu vaqtgacha. Endi hozir suhbatda eshitibman, chunki yo'q, kapital shu resurs bilan ikkalasi o'xshash bo'lib turibdi-da hozir. Qo'lingizda bor narsa bu kapital. Moddiy yo nomoddiy farqi yo'q. Endi kapitalni resurs o'laroq tushunsa ham bo'ladi bir tarafdan. Rostdan agar moddiy boylikka egalik qilish bo'lsa, bu resurs. Sizda pulingiz bo'lsa, bu sizning resursingiz. Bir tarafdan. Boshqa tarafdan bir jo'ni farqi shundaki, u kapital tushunchasini boshqa kengaytiradi, o'sha ijtimoiy, keyin madaniy deganda u o'sha resurs holatida bo'lmaydi, chunki unga egalik qilmaysiz siz, shunchaki balki buni internalizatsiya qilasiz qaysidir ma'noda. Boya aytganimizdek, siz misol uchun madaniy kapitalga egasiz, lekin bu degani siz qo'lingizda qanaqadir madaniy kapital bor emas. Siz muayyan ta'limga ega bo'lgansiz, muayyan o'zini tutish qonun qoidalariga ega bo'lgansiz yoki tanish bilishlaringiz bor. Ular hammasi kapital turlari, lekin ular shunchaki bir narsaga egalik qilish bilan belgilanmaydi, balki o'sha siz o'zingizni qanaqa tutishingiz bilan, dunyoga qarashingiz bilan, didlaringiz bilan belgilanadi. Tushuntira oldimmi, yo'qmi? Shu ma'noda bu moddiy shunchaki pulga o'xshab egalik qilish emas, balki o'zingizni dunyoga qarashingiz, qanaqa tutishingiz, kimlar bilan aloqa qilishingizni belgilab beruvchi narsalar kapital. Keyin yana narsa so'ramoqchi edimda. Mana bu hozir men hokimiyatshunoslikda o'rganyapman-da. Hozir bir o'qiyotgan kitobimda aytibdiki, qo'lingdagi resurslarni almashasan. Ya'ni kimda qanaqa resurs bo'lsa, senga shu resurs kerak bo'lsa, sen uni zaxira resurslarni almashasan deyapti-da. Shunda misol sizda axborot bor, menda pul bor, kapital, resurs. Shunda men o'zimdagi yoki sizda axborot yoki menda qandaydir qo'lyozmami nimadir bo'lsa, shunda ikkalamiz almashamizmi yoki tanish bilish olaylik. Sizda informatsiya bor, menda tanish bilish bor. Mendagi tanish sizga kerak, sizdagi informatsiya menga kerak. Shunda ikkalasi almashiladimi shunda? Ha va yo'q. Bir tarafdan rostdan ham sizda misol uchun moddiy kapitalga ega bo'lmasligingiz mumkin, lekin sizda madaniy kapital bo'lishi mumkin. Sizni odamlar hurmat qilib eshitadi, chunki pulingiz bor emas, chunki sizda bilim, ta'lim, yaxshi ekspertlik bor. Siz shu bilimni monetizatsiya qilishingiz mumkin. O'sha bilimga egamanmi, demak menga odam ko'proq ishlab topishim kerak deysiz, o'zingizga sponsor topasiz yoki reklama bilan shug'ullanasiz. Shu ma'noda almashuv bor, boya siz aytgandek. Lekin shu bilan birga siz boshqa maydondagi kapital turiga ega odamlar almashuvga kirishyapsiz. Lekin o'zingizning maydoningizda bu imkonsiz. Siz konkurent maydonida professorlar bilan bitta maydonda bo'lsangiz, ularda ham pul yo'q, sizda ham pul yo'q. Bu yerda almashadigan narsa deyarli yo'q. Siz bir-biringlar bilan bitta maydonda kurashib, ko'proq hurmatga ega bo'lishga harakat qilasiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam, o'sha siz aytgan narsa
qachonki imkonli bo'ladi, qachonki boshqa kapital egasi bilan ko'rishsangiz, boshqa kapital egasi bilan uchrashib, kimgadir aloqalar kerak, kimgadir ko'proq bilim kerak, kimgadir balki o'sha ta'lim kerakdir. O'sha odamlar to'qnashganda orasida o'zaro almashuv sodir bo'ladi, lekin maydonni ichida emas. Bir xil kapitalga ega odamlar orasida emas, chunki ular bir-biriga boya aytganimdek konkurent. Tushunarli. Keyin yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Agar mumkin bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, shu hokimiyatshunoslik bo'yicha qandaydir bir dars o'tib bera olasizmi? Haftada bir kunmi, leksiyami, agar imkoningiz bo'lsa. Birinchidan men hokimiyatshunos emasman, siyosatshunoslik o'qigan bo'lsam. Ikkinchidan bizani loyihamiz shundan, falsafasi shundan iboratki, hech qanaqa tepadan turib pastga bilim beradigan bir avtoritetni shakllantirish niyatimiz yo'q. Bizani loyihaning maqsadi shundan iboratki, tengma-teng odamlar bilan suhbat qilib, bir o'zaro bilimga ega chiqish. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, birinchi tarjimamiz o'sha Freyrdan boshlagandik. Bizani maqsad birovga tayyor tushunchalar, tayyor bilimni miyasiga qo'yish emas, balki o'zaro suhbatda bir voqelikni yaxshiroq tushunishga harakat. Shu ma'noda birga qanaqadir uchrashuv qilib, suhbat, savol, javob ko'rinishida almashinuv bo'lishi mumkin, qanaqadir mavzu atrofida, lekin men tepadan turib shunchaki passiv pastga bilim tarqatishdan yiroqman. Yaxshi, zo'r. Men ancha kuzatib boryapman. Ancha yaxshi suhbatlar bo'lyapti. Xursandman. Shunga shu boyagina hokimiyatshunoslik bu siyosatshunoslikning markazi ekan, u shu hokimiyat belgilab beradi ekan. Siyosat qanday bo'lishini, jamiyat qanday bo'lishini. Ancha qiyin ekan, lekin siyosatshunoslikdan hokimiyatshunoslik nimagadir menga qiyinlik tuyulyapti. Shunisiga tushunyapman-da. Menimcha, agar mavzu bo'yicha boshqalar ham fikr bizga ham bilimlarni ulashmoqchi bo'lsa, boshqalarga ham ovoz berganimiz ma'qulroq. Rahmat Diyorbek, yana kimdadir savollar bormi? Muhammad. Ovoz ochdim. Gapirishingiz mumkin, Nurmuhammad. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum assalom. Umuman o'qiganlarim va hozir suhbatdan tushunganlarim bo'yicha bitta tushunchani aytib bermoqchiman. Shunga qarab keyin agar noto'g'ri tushungan joylarim bo'lsa, to'g'rilab bersalaringiz zo'r bo'ladi. Bitta keys tasavvurimda turibdi. Deylik, ikkita ijtimoiy va moddiy backgrounddan kelgan o'quvchi bor. Biri o'sha tayyor qaysidir ma'noda boyagidek madaniy kapitalga ega, ota-onasi ilmli, ziyoli. Ikkinchisi o'sha resurslar cheklangan ishchi oilasidan, oddiy ishchi oiladan kelgan. Xo'p, keyin habitus jihatdan ularni maktabda birida o'ziga ishonch bor, men qila olaman degan tushuncha, men yaxshi o'qiy olaman degan tushuncha. Ikkinchida o'sha nisbatan qo'rqoqlik, men tushunishim qiyin, o'sha habitus, ya'ni ichki avtomatik his desak to'g'ri bo'lsa kerak. Shunaqa narsa bor. Keyin ramziy hokimiyat jihatdan bu yerda maktab vazifa bajarsa agar, ularni o'sha ya'ni tabiiy qabul qilishi, bular bilim jihatdan farqli. Ya'ni ularni ijtimoiy kelib chiqishini baholamasdan o'sha narsani reproduction qilib bilim jihatdan farqli qilib chiqarib berish. O'zi aslida vazifasi hammaga hammani teng bo'lishga harakat qilishdan ko'ra o'sha farqli qilib qaytadan reproduction qilib berish. Umuman olganda shunaqa tushuncha ham bor. Hozir o'qib, eshitib shu bo'yicha qanaqa hozir menda to'g'ri tushunibmanmi o'zi degan savollar. Juda nima deydi, siz birinchi emassiz deydi. Bu haqida juda ko'p aytilgan, maktabga nisbatan tanqidlar ham shu haqida ketganki, maktabga ba'zi bizdagi prezident maktablari menimcha eng yorqin misol bo'lishi mumkin. Maktablar
mavjud ijtimoiy tafovutlarni qayta reproduction qiladigan institutlar. Chunki biz o'ylaymiz, hamma maktabga kirsa, hamma bir xil ta'lim olsa, hamma bir xil result bilan chiqadi, hammada teng imkoniyatlar barobardir. Lekin mana shu aynan teng imkoniyatlar konsepsiyasi o'sha g'arbda ham ko'p o'sha nima deydi, 90-yillardan keyin shunaqa tasavvur paydo bo'ldiki, hammaga teng imkoniyatlar beramiz. Qaysi ma'nodaki, ta'lim oladi, hammaga ta'limni teng qilib bersak, hammani imkoniyat bir xil bo'ladi. Mana bu moddiy sharoit umuman ikkilamchi. Moddiy sharoitni ikkinchi darajaga o'tkazib, ta'limga ko'proq urg'u berishdi, lekin hozir уже ko'p nima deydi, eskirgan gapki, qaysidir ma'noda shu ta'lim o'zi najot emas. Chunki ta'lim o'zida o'sha baholash tizimida odamlarni tabaqalarga bo'lish bor. Odamlarga misol Germaniyada ham shunaqa, kim yaxshiroq o'qisa, srazu ertadan kollejga kira olishi yoki kira olmashi yoki institutga kirishi kirmasligi belgilanadi. Shu nazardan maktab tizimi hammaga teng imkoniyatlar yaratmaydi. Birinchidan u chunki moddiy farqlarni yo'qotmaydi. O'sha oilada, maktabdan tashqarida bo'lgan kapital turlariga farqsiz qoladi. Bosh tarafdan boya aytgandek, o'zini ichida maktab aniq funksiyaga yo'naltirilgan. U hammaga bir xil bo'lib chiqarish vazifasini qo'ymagan. O'sha baholash tizimi o'zi shunga olib keladiki, kimdirlar oldinroq, kimdirlar orqaroq, kimdirlar institutga kira olishi kerak, kimdirlar kira olmashi kerak, kimdirlar yaxshi o'qisa, ular o'qituvchi ham unga nisbatan munosabati shunga yarasha bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, siz o'sha boyagi intuitsiyangiz to'liq tasdiqlangan, bu haqida ko'p juda maqolalar yozilgan. Maktab afsuski yagona o'zi, ta'lim o'zi najot emas, chunki u o'zini ichida muammosi bor, undan tashqari, maktabdan tashqari sharoitlarni uncha inobatga olmaydi. Rahmat. Avvalo, keyin habitus bo'yicha aytganki, o'sha ham ko'p narsani belgilaydi, lekin umumiy determinizm bo'lgani bilan biz qaysidir ma'noda o'zgartira olamiz deyilgan. Bu ham juda qiziq mavzuda, chunki mana bu 68-yilgacha bo'lgan tadqiqotlarda asoslanganda, boyagi biz aytgan kitob Distinction 68-yilda Yevropada xabaringiz bo'lsa kerak, ko'p studentskiy harakatlar avj olgan paytida o'ziga xos yumshoq revolyutsiya bo'lgan o'sha g'arbda turli shaharlarda studentlar chiqib ko'proq erkinlikni talab qilgan. O'shandan beri akademiya ichida ham shunaqa an'ana shakllandiki, moddiy sharoitlar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, muhimi o'sha biz o'zimizga ishonib, to'g'ri til haqida o'ylasak, to'g'ri til o'sha odamlarni ishontira olsak, biz odamlarni mobilizatsiya qilib boshqa jamiyatga kelishimiz mumkin degan tushuncha shakllandi. Chunki til orqali, shunchaki boyagi ramziy kapital orqali odamlarni go'ja moddiy sharoitini o'zgartirib qo'yishga ishonch paydo bo'lib qoldi. Bu ham ko'p tanqid qilingan bir tarafdan. Bosh tarafdan boshqa deterministik qarash bor edi. Undan oldingi biz muayyan moddiy sharoitlarni o'zgartirishimiz kerak. Mana marksizmda ham birinchi feodalizm, keyin kapitalizm, keyin sotsializm. Chunki bu obyektiv shunaqa. Odamlar obyektiv qanaqa sharoitda bo'lsa, o'shanga nisbatan siyosiy tuzilma bo'lishi kerak. Bu ikkita boya boshida aytganimizdek radikal pozitsiyada, uni orasida qanaqadir haqiqat bor. Chunki biz mutlaq ijtimoiy kelishimimizdan kelib chiqib harakat qilmaymiz. Biz ozgina bo'lsa ham irodaga egamiz, erkin irodaga, lekin shu bilan birga bizning erkin irodamiz absolyut emas. Biz o'sha biz tug'ilib o'tgan sharoitdan kelib chiqib, o'shani inobatga olgan holda qay darajada erkinlik taraf qadam tashlay olamiz, o'shani aniqlab olishimiz kerak. O'sha boya siz aytgandek, oddiy maktabda qishloqda o'sib o'tgan, katta bo'lgan bolani imkoniyatlari chegaralangan. Kimdir balki omadi kelib qolib chet elga o'qishga ketar, lekin aksariyati bolalarni o'sha qayerdadir qo'y boqadi, qayerdadir dala chopadi, chunki uni o'sha habitusi shakllanib bo'lgan, uni chegarasi bor. Biz lekin hozir shu haqida kam gapiramizda, biz ko'proq gapiramiz, sen muhimi o'zingga ishon, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Qanaqadir istisnolar bo'lib qoladi, o'shalarga tayanamiz keyin. Mana shuni bolasi bo'lib ketdi-yu deymiz. Lekin u qoida emas, balki istisnoligini inobatga olmaymiz. Boshqalarda tuzilmaviy darajada o'sha imkoniyatlarga erishish yo'q bo'lishi mumkin. Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bizda imkoniyat bor o'zgarishga, lekin u juda chegaralangan, u juda qiyin. Bizani 95% imkoniyatlarimiz
moddiy obyektiv sharoit bilan belgilangan, yana 5% balki o'sha o'zimizni subyektiv o'zimizni o'zgartira olishimiz qobiliyati bilan degan bo'lardim. Aha, rahmat katta. Fikrlar yana ham tiniqlashdi. Umuman loyiha mana shu ikkita suhbat bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha shaxsan o'zim anchagina ko'p foyda oldim. Endi hozir ishtirok etayotgan odamlar soni bo'yicha qamrov kichkina bo'lsa ham, o'sha foyda olganlar ichida men borman. O'shaga xursandman. Rahmat hammaga. Rahmat sizga. Yana kimdadir savollar yoki fikr bildirish niyati bormi? Manda qo'shimcha bor edi. Boya Hmm. ta'limda maktabda qanaqa tengsizlikni ishlab chiqarish bo'yicha gapirdingiz-ku. Bir xil maktabdan yaqinda shu bizda tadqiqot bo'lganda, tadqiqot hamki O'zbekistonda HPS degan so'rovnoma o'tkazilgan bir 16 mingta uy xo'jaligidan. Shunda har xil savollar berilgan, 100 dan ortiq. Maktabga aloqador savollarni ajratib olib, bolalar tahlil qilishgandi. Xulosasi shundan iboratki, maktablarni o'zida o'sha tengsizlik kelib chiqadi. Nimaga? Chunki bir xil partada o'tirgan, bir xil maktabda o'qigan bolalarni oilaviy sharoiti bir xil bo'lmagani uchun. Masalan, aholini 5 ta iqtisodiy holatiga qarab 5 ta guruhga borib bo'lingan. Detsilar eng quyi 20%, eng yuqori 20%, ya'ni o'sha moddiy boyligi jihatdan. Eng quyi 20% da o'zlashtirish ko'rsatkichlari anchagina past. Adashmasam 2 barobar past edi. Eng yuqori 20%ga qaraganda. Vaholanki shu ikkala bola ham bitta maktabda, bitta sinfda o'qiydi. Va bu ikkala bolaga beriladigan e'tibor, ota-onasining e'tibori ham o'rtada unaqa juda katta farq yo'q. Masalan, shu kambag'al bolani ham, boy bolani ham ota-onasi borib maktabdagi majlislarda qatnashadi, uy vazifalarini so'rab turadi, tekshirib turadi. Baribir ko'p narsa moddiyatga borib taqalib qolyapti-da xulosa. Lekin yana bitta approach bor. Yondashuv bor. Amartya Sen yondashuvi. Amartya Sen bu o'sha iqtisodchi mutafakkir, Nobel sovrindori. Shuni eslatib o'tdingiz, imkoniyatlar tengligi haqida gapirdingiz. Bola hammaga bir xil imkoniyat bergandan ko'ra, ularga nimani berish kerak degan savolni o'rtaga tashlash kerak deydi-da. Masalan, hamma bolaga velosiped berib qo'ygan bilan ularning farovonligi oshib qolmaydi, chunki bola nogiron bo'lishi ham mumkin deydi-da. Shuning uchun umuman imkoniyatlarni tenglashtirish haqida gapirganda yoki jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirish haqida gapirganda, menimcha shularni hisobga olish kerak. Shunaqa, men ham siz bilan to'liq hamfikrman. Imkoniyatli tengiz deganda o'sha shartli liberal qarash bor. Ta'lim yaxshi berib qo'ysa hammaga, ta'lim sifati bo'lsa, qolgani как будто buni orqasidan ketadi. Menimcha unaqa emas. O'sha ko'p oilada odam qanaqa tasavvurlar bilan katta bo'lgan, ota-ona qanaqa bo'lgan, ularga qanaqa tasavvurlar singdirilgan, hammasi katta rol o'ynaydi. Misol men o'zim ham qishloqda tug'ilganman, lekin maktabga o'qigani poytaxtga ketganim uchungina boshqa o'zimni tengdoshlarimdan farqliroq hozir o'sha Toshkent viloyatida dehqonchilik bilan shug'ullanmayapman-da. O'sha menga berilgan kapital bitta tarafdan berilgan, boshqa tarafdan nima deydi? Shunchaki moddiyatga ham reduksiya qilib bo'lmaydi. Boya siz bilan qo'shilgan holda qarshilik bildirmoqchimanki, bekorga burja boshqa kapital turlarini sanab o'tmaganki, chunki hamma narsa moddiyat bilan berilmaydi, lekin moddiyatdan tashqari o'sha qanaqa statusga ega bo'lishi, jamiyatda qanaqa did, qanaqa gapirish kerak, qanaqa til bilan tilga egalik, hammasi rol o'ynaydi. Aytmoqchi bo'lganim, ta'lim ham muhim, lekin eng yagona bir najot o'laroq ko'rish kerak emas. Menimcha, bundan tashqari boshqa sharoitlarga ham e'tibor berish kerak. Habitus bo'yicha, men tushunishim bo'yicha bu insonlarni ko'proq jamiyatdagi boshqa maydonlarga nisbatan o'zini pozitsiyasini qanaqa tasavvur qilishi, shunaqami?
ha, shunaqa idrok qilishi, o'sha ijtimoiy sharoitdan kelib chiqib, o'zini qanaqa tushunishi, qattaligini, qanaqa gapirishi, qanaqa tutishi и так далее. Tushunarli. Yana Marks bo'yicha qo'shimcha qilmoqchi edim. Bilmadim, Marks faqat hamma narsani iqtisodiyotga bog'lavermaydi-yu. Ha, Qaysidir ma'noda bog'laydi ham. Lekin biz aytib o'tayotgan o'sha madaniy kapital, san'at kapitali yoki ta'limiy kapital, bularni hammasini asosida ko'proq moddiy kapital yotadi deb o'ylayman-da. Chunki kimdir professor bo'lib yetish uchun ham unga yoshligidan boshlab juda ham katta investitsiya kiritilgan bo'lishi kerak-da. Ham moddiy investitsiya, ham o'sha emotsional investitsiya kiritilgan bo'lishi kerak. Qo'llab-quvvatlanib kelgan bo'lishi kerak-da. Oson emas, chunki professor bo'lish. Ba'zi bolalarda aytaylik, professor qanaqa bo'lishi haqida yoki umuman olganda qanaqa oliy ma'lumotli bo'lish haqida tasavvur yo'q. Chunki u yashab turgan muhit o'zi shu tasavvurlarni shakllantirish darajasida emasda. Men o'zimdan misol qilaman doim. Men ham juda chekka tumandagi qishloqda katta bo'lganman. Maktabni bitirib, kollejni bitirishga oz qolganda ham meni xayolimda tirikchilik qilish uchun Rossiyaga borib ishlab, o'sha migrant bo'lib ishlab kelish bo'lganda. Keyin qanaqadir tasodiflar bilan oliy ma'lumotli odamlarga qo'shilib qolib, mana bunaqa qilsa bo'lar ekan, o'qishga kirsa bo'lar ekan, imtihon topshirib, davlat imtihoni topshirib va ingliz tili o'qituvchisi bo'lar ekan deganlar shakllanib, men repetitorga borib qo'shilib ketib, abituriyentlarga keyin 1 yil kech bo'lsa ham o'qishga kirganman-da. Aytmoqchiman, mana shu habitusga menimcha yaxshi misol bo'la oladi. Insonni shu tasavvurlarini, pozitsiyasini ongiga singdirilishiga yoki o'zi xohlamagan holda yoki balki o'zi xohlab qaysidir darajada shakllanishiga ta'sir qiladi va Marks haqida gapirdim boshida. Iqtisodiyotni o'zi albatta faqat asosiy rol o'ynagani bilan faqat shu shakllantirmaydi, lekin bilsangiz superstruktura degan tushunchasi bor. Baza va superstruktura. O'sha superstrukturani shakllanish ham va bazani saqlab qolish funksiyasi ham qandaydir vicious cycle yaratadi-da. Bu ma'noda aytaylik, baribir ko'proq iqtisodiyotga bog'lanib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha madaniy kapital paydo bo'lishiga, madaniy kapitalga ega bo'lgan insonlar paydo bo'lishiga qaysidir jihatdan ularda moddiy kapital ko'proqligi sabab bo'lishi mumkin-da. Chunki yana bitta misol beraman, o'zimizning hamkasbimiz 14 yosh, o'g'li 14 yoshligida Ispaniya futbolida o'ynash uchun o'g'lini Ispaniyaga jo'natgan ekan-da. Men parallelni o'zim bilan solishtiryapman. Men 14 yoshimda ko'chada o'rtoqlarim bilan to'p tepib yurardim. Menga Ispaniya tugul Toshkentga kelib yashashim qaysi darajada afsona bo'lib tuyulardi. Aytmoqchiman, baribir ko'p narsa moddiyat bilan cheklanib qolmayaptimi va qaysidir ma'noda o'sha moddiyat shakllantirib qo'ymayaptimi insonlarning habitusini yoki o'sha qaysi filda bo'lib qolishini, siyosatdami, ta'limdami, dindami, qaysiga tushib qolishini qaysidir darajada hal qilib qo'ymayaptimi? Umumiy darajada men siz bilan ham fikrman, qaysi ma'nodaki o'sha moddiy kapital baribir menimcha o'sha bazada yotadi, tegida yotadi, lekin shu bilan birga boshqa kapital turlari, o'sha superstructure menimcha to'g'ridan to'g'ri deterministik bog'liq emas o'sha pastki baza bilan. Misol uchun boylar bor, yangi chiqqan, o'sha uylar quradi yoki siz bir narsalar bilan shug'ullanadi, lekin ularda madaniy kapital yo'q, ularda bir ijtimoiy kapital bo'lmasligi mumkin, lekin ularda moddiy kapital bor. O'sha moddiy kapital o'zi, lekin ularni qanaqadir moddiy bo'lmagan boshqa sohalarda kuchayib ketishga olib kelmaydi. O'sha ularda asosiy o'sha qorinni yaxshi to'yg'izsa, qishloqda yaxshi to'y qilsa, o'sha bir sharoitda o'sha boya aytganimizdek muayyan habitusi bor, moddiy kapitalga ega bo'lgan, lekin undan tashqariga chiqmagan bo'lgani uchun odam o'sha sharoitda qolib ketadi. O'sha chet elga o'qishga ketmaydi, o'zi ketish kerakmi yo'qmi o'zi alohida savol. Lekin aytmoqchi bo'lgan narsam, avtomatik ravishda odam moddiyatga ega bo'ldi degani u darrov boshqa maydonlarda ham, boshqa kapital turlarida ham egalikka qiladi, sразу o'zgarib ketadi degan qoida yo'qda. Ko'pincha ikkinchi yoki uchinchi avlodda shunaqa bo'ladiki,
birinchi avlod pul yig'adi, ikkinchisini keyin yaxshi ta'limga beradi, keyin til ta'lim olib, keyingisi yana bir professor bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan aytmoqchi bo'lganim, moddiyat muhim, lekin u avtomatik tarzda o'sha tez deterministik munosabatda emas boshqa kapital turlari bilan yoki o'sha superstructure bilan. Aha, tushunarli, rahmat. Rahmat sizga. Muhriddin. Muhriddin gapirishingiz mumkin. Assalomu Endi alaykum savol hammaga. yoki Uzr, men replikalar. bosilib ketdi menda. Hozir qo'shildim-da mavzuga. Sal ko'nikib olay, keyin fikrim bo'lsa aytaman. Rahmat, mikrofon ruxsat berganingiz uchun. Qisqasi. Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Menimcha yaxshi suhbat bo'ldi. O'tgan safargisi birinchisi uncha sal qiyinroq bo'lgandi. Bu safargisi ancha osonroq kechdi menimcha. Saqlab qo'ydingizmi? Zapisi bormi? Ha, men zapis qilyapman. Nima deysiz, Hoshimjon? Bu muallifni tanqid qilmaymizmi? Tanqid qilaylik, harakat qilaylik. Tanqid qilishga. Mana agar tanqid qiladigan bo'lsak, menimcha meni tanqidim shundan iborat bo'lardiki, uni baribir mana shu nazariy ramkasi baribir deterministik bo'lib qolyapti. Qaysidir ma'noda o'sha agentlikni yetarli darajada nazariylashtirilmagan. Uni agar boya hammasini bir tasavvur qilsak, o'zimizga o'sha qishloqlik как будто bir juda bir shunaqa sharoitda paydo bo'lib qolganki, uni o'zgartirish deyarli imkonsiz deb tasavvur tug'iladi. Menimcha bo'lsa, odamlar nisbatan tez o'zgarishi mumkin-da, o'sha moddiy sharoiti yoki boshqa kapital turiga egalik qilishi bir tarafdan juda uzoq vaqt talab qiladi, boshqa tarafdan bir xil payt qanaqadir odamni irodasi ham rol o'ynashi mumkin. O'shani menimcha yetarli darajada balki o'shanga imkoniyat bermagan. O'sha boya aytganimizdek agency structure debatida faqat agencyga ketib qolmagan holda, lekin ko'proq imkoniyat berish nuqtai nazaridan menimcha yetarli darajada nazarlashtirilmagan deb o'ylayman. Bilmadim, tushuntira oldimmi yo'qmi? O'zgarish deganda nimani nazarda tutyapsiz hozir? Qanaqa o'zgarish? O'sha odam muayyan gabitusga ega odam, muayyan kapitalga ega odam o'sha sharoitda hosil bo'lib qolishi tabiiy bir tarafdan. Boshqa tarafdan meni pozitsiyam shundan tashkil topganki, uni o'zgartirish u darajada qiyin emas, u burjo tasavvur qilgandek. Shu odamni o'zgartirish faqat moddiyat bilan bog'liq emas, boshqa biz aytib o'tgan kapital turlari bilan ham. O'zimni misolidan kelib chiqib aytyapman-da. Menda ham misol moddiy kapital turi bo'lmagan, qanaqadir sizda ham случайный uchrashuvlar sabab odamlar ijtimoiy mobilizatsiyaga bog'lanib ketishi mumkin. Qanaqadir kimlardir ko'rishib qolding, kimdir yaxshi maslahat berib qoldi, kimdir nimadir senga sababchi bo'lib qolib, ko'tarilib ketishi mumkin. Odam yoki o'zi balki u sababchi ham bo'lmagandir. Balki shunchaki nima deydi? Strukturaviy bo'lmagan narsalar bor. O'shalarni menimcha yaxshi inobatga olmagan. Strukturaviy emas, balki ulardan bilmadim. Endi bordiya tomon bo'ladigan bo'lsa, bular istisnolar bo'lishi mumkin-da. O'sha umumiy sodir bo'layotgan voqea hodisalar sistematik jarayon ichidagi bitta exception istisno bo'lishi mumkin-da. Ya'ni ongli ravishda o'zgartirish ham mumkin, qo'shilaman bunga. Lekin o'zi umuman olganda menimcha buni tagi o'zi rostdan ham bizda tanlov bormi, erkin iroda bormi degan falsafiy savolga borib taqaladimi, yana bilmadim. Boshqa misol keltirish mumkin. Men bu arab bahori bo'lganda birdaniga hamma odamlar o'zini subyekt o'laroq tasavvur qilib ko'chaga chiqib ketadi-yu, shu narsani oldindan ayta olmaydi hech kim. Kimdirlar bir
черный ice deydi, черный lebed deydi. Aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, qaysi strukturaviy sharoitlar ta'sirida odamlar birdaniga qanaqadir lahzada o'zini subyekt o'laroq tasavvur qiladi. Shuni menimcha yetarli darajada burja orqali tushuntirib bo'lmaydi yoki balki boshqa nazoratchilar ham unaqa tushuntira olmagandir yoki sovet davlati qulashini hech kim tasavvur qila olmagandir. Bir tarafdan katta strukturalar bor, ularni o'zgartirish juda ham qiyin. Boshqa tarafdan bir xil payt voqealar shunaqa tez rivojlanib ketadiki, qisqa vaqt davomida odamlar o'zi bir kuchga aylanib, vakilliksiz, mana hech kim ularga chiqib san millatsan, san bir xalqsan degani yo'q yoki sinfsan. Lekin shunaqa narsalar yig'ilib keladiki, odamlar birdaniga qanaqadir bitta hodisa o'laroq ijtimoiy voqelikni o'zgartirib yuborishi mumkin. Qo'shilaman, lekin bularni tagida ham qanaqadir faktorlar bo'ladi-da baribir. Masalan, Arab bahorida ham odamlar ko'chaga chiqib ketish uchun ham bilmadim, qandaydir internetdan qanaqadir hashtaglar, turtkilar, najlar bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Yoki masalan, qayerdadir Starlinkning aloqasinimi, qaysi yaqinda bo'lgan rangli revolyutsiyada Starlinkning aloqasinimi aytish shekilli. Davlat internetni uzib qo'ygan, lekin shu Starlink ta'minlab turgan internetni. Shunaqa, lekin bu yana bitta xatarli narsa borda. Har doim voqea sodir bo'lgandan keyin post factum unga talqin berish imkoniyati bor odamlarda. Bu shunaqa savol ro'y berdiki, chunki shu jamiyatda juda yoshlarning soni ko'p edi yoki yana bir narsa yoki boshqa narsa, juda ko'p faktorlarni keltirish mumkin. Lekin shu bilan birga har doim shunaqa misollar qoladiki, shunaqa o'xshash sharoitda o'sha natija kelmagan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa ommaviy hodisalarni tadqiqlaganda doim tadqiqotchilarda qanaqadir tadqiq qilib bo'lmaydigan faktor qolib ketaveradi. O'shani tizimiy strukturaviy darajada tushuntirib bo'lmaydi. O'sha Belarusdagi hodisalar ham shunga borib taqaladi. Har doim bir tarafdan sharoitlar bor, moddiy, boshqa tarafdan bitta sharoitda bu bitta xulosaga olib keladi, boshqa sharoitda umuman olib kelmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan men ham fikrman, o'sha agency taraf bo'lganlarni ham tushunaman. Lekin Burjunda mana shu holat menimcha yetarli darajada nazariyalashtirilmagan deb o'ylayman. O'sha moddiy sharoitlar bir xil bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birga bitta sharoitda boshqa xulosaga kelish mumkin, boshqa sharoitda boshqa. Shu meni tanqidim ramziylikka juda ham ko'p urg'u berib orar ekan. Chunki baribir moddiy kapital tortib ketadi. Ramziy kapitaldan ko'ra moddiy kapital roli kattaroqda, atrofdagi bo'layotgan o'zgarishlarga ta'sir kattaroq deb o'ylayman. Masalan, o'sha ramziy kapitalga ega bo'lgan odamlarni yetishtirib chiqarayotgan institutlar baribir moddiy kapital sabab shakllangan deb hisoblayman-da. Bu tomondan juda ko'p fokus qilingan ramziy kapitalga. Ko'p agency berib yuboradigan, qudrat berib yuboradigan. To'g'ri, masalan, Elon Musk bitta tweet bilan Dogecoin narxini ko'tarib yuborishi mumkin. Lekin uni bu qudratni masalan Epstein oroliga olib kira olmaganda. Hazil bilan aytadigan bo'lsa. Lekin mana shu siz gapirayotgan gap o'zi ham ramziy kapitalni yoki o'sha maydon ichida aytiladigan gapda. Siz aytayotgan hozir tanqid, shartli marksistik tanqid borligini sababi o'zi o'sha ramziy kapital borligi sabab. Tushuntira oldimmi yo'qmi? O'sha agar marksist til bo'lmaganda, nazariy til bo'lmaganda, sizni o'sha moddiy sharoit haqida gapirish qobiliyatingiz ham bo'lmasdi. Shu nuqtai nazardan bir tarafdan obyektiv sharoit bor moddiy, lekin u haqida gapirish agar tili bo'lmasa, ramziy til bo'lmasa, ramziy kapital bo'lmasa, agar hech kim bu haqida o'sha Marksga o'xshab o'tirib til ishlab chiqarmaganda, hozir siz balki o'sha ramziy kapitalga ega bo'lmagan holda tanqid ham qila olmagan bo'lishingiz mumkin edi. Shu nuqtai nazardan sizga qarshi aytadigan bo'lsam, ramziy kapital muhim, chunki o'sha moddiy sharoitlarni ochib beradi u. Chunki biz ramzlar orqali, til orqali gaplashamiz. Moddiyat to'g'ridan to'g'ri o'zidan o'zi avtomatik muayyan oqibatlarga olib kelmaydi. O'sha til orqali muayyan holatga keladi demoqchiman. Ularni men inkor etmoqchi emasman moddiyatni, lekin moddiyat o'zini tiliga ega emas degan bo'lardim.
Ha, lekin moddiyat bo'lmasa ramzlar ham bo'lmaydi-da. Daraxt bo'lmaganda bizda daraxt degan so'z bo'lmasdi demoqchimanda. Yoki ishchi bo'lmaganda, ishchi demaylik-ku, tirikchilik qilayotgan odam, yer chopayotgan odam, pomidor ekayotgan odam bo'lmaganda ishchi degan bizda ramz shakllanmagan bo'ladi. Sizga qo'shilaman bunga. Aha, rahmat shu hozircha. Rahmat. Menimcha tugatsa ham bo'ladi agar boshqada yana savol yoki bu narsa deyish replika yo'q bo'lsa. Bular xo'ja nima demadi? Menimcha yaxshi, yetarlicha gaplashdik. 1 soat 80 minut gaplashib qo'yibmiz. Yaxshi bo'ldi. Bo'pti unda sekin Boshqalarda yo'q tugatamiz. bo'lsa- Hamma kelganlarga katta rahmat. Aha, sizlarga ham rahmat, zo'r bo'ldi. Yaxshilanyapti borgan sari. Ha, sekin rivojlanyapmiz. Hamma kelganlarga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Sog'.